Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Chorva market YouTube kanalimiz ashaddiy kuzatuvchilari, YouTube chorva buqa ishqibozlari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi-Qo'rg'on shaharchasi Cho'mbog'ish Qo'ng'irot mahallasidamiz. Hurmatli obunachilar, O'tkir akamizda yangi partiya buqalar chiroylab ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Akalar, buqalarning sifatlari, holatlari yoqsa, ma'qul kelsa bemalol behijolat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, mana bular tovlanishini qaranglar, joning sog' bo'lurlarni. Qora oltinga o'xshab tovlanyapti. Hurmatli obunachilar, buqalar zo'r. Inshaalloh osalaring maza qilib boqasizlar, foydalanasizlar. Bugun sanamiz 5-aprel sanasi haftaning yakshanba kuni 2026-yil. O'tkir aka, hormang aka. Salomat bo'ling, Asilbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Havo obunachilarimizga har doimgidek assalomu alaykum. Qalaysiz-ku? Charchamadingizmi? Zo'r bo'ldi. Asilbek, mana xudo xolosa buqani liderlardan, chempionlardan qo'ldan kelgancha o'qib qo'yganmiz. Xudo xolosa aloqaga chiqishaveradi obunachilarimiz. Asilbek, birinchi o'rinda videoni boshidan bitta narsani aniq qilib aytib ketaylik. Hozir bor-ku, mana syomkamiz chiqqandan keyin xudo xolosa Shomga yaqin mashinamiz yuradi bizni. Samarqandda moli turibdi. O'tgan kun chiqqan videolarimizdan olishgan Samarqandda moli turibdi. Navoiyni moli turibdi, Buxoroni moli turibdi, Xorazm, Qoraqalpog'istongacha bo'lgan mashina bugun xudo xolosa bugun Shomgacha yuradi. Mana shu videomizdan ma'qul kelib qolgani bo'lsa, bitta oladimi, ikkita oladimi aloqaga chiqsa Asilbek, xudo xolosa qo'shib yuklab jo'nataveramiz. Videoni boshidan aytib ketaylik-da shu narsani. Srochnaga mashinamiz yuradi hozirga. Dastlabkilar besplatni akalar O'zbekiston bo'ylab kelishilgandan keyin Asilbek Surxondaryoga bergan molimiz bor. Ikkita Oltinsoy degan joyi bor ekan. O'sha Oltinsoydan onlayn bitta akamiz ikkita angusimizni olishgan. U akamizga ham xudo xolosa o'sha Surxondaryo yo'nalishida turgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqishaveradi. O'sha Qashqadaryo, Surxondaryo u tomonga ham. Hozir bugungisiga lekin srochnasiga bugun xudo xolosa kechgacha yuklaymiz. Ma'qul kelib qolsa aloqaga chiqsin, qo'shib yuboramiz. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin akalar. Birinchi partiyada 5 bosh akalar, xo'p, 4 ta angus, bitta Greenford, xudo xolasa. Asilbek, bularning kattasi ham bor. Angusimizni bitta xudo xolasa razmerlari kattasidan ham bor. O'tgangi safarga chiqqan angusimizni Buxoroga berganmiz. U emas, o'shanga o'xshash yana bitta katta angusimiz bor. Uni ham hozir chiqazamiz. Mayda so'ragan aka-ukalarimizni kichikroqlardan ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsin. Xudo xolosa yo'lda qilib beramiz. Savdolar qalay bo'lyapsizda? Asilbek, Xudoga shukr. Shaxsan o'zingizni savdangiz. Aslida avvalambor Xudoga shukr, obunachilarga ham rahmat. Savdolar zo'r. Xudo xolosa, misol kunda chiqib turgan mollarimiz deyarli sutkasiga yetmay sotilyapti. Misol nechta odamlar ham misol aloqaga chiqib turganlari, betga kelib oladiganlar ham ko'p. Xudoga shukr, rizqqa yarasha sotilyapti Asilbek. Akalar, bejizga emas. Endi olay turgan odam hamma joyda ko'rib olyapti akalar. Mana. Endi Asilbek, avvalambor ukajon molni zo'ri qo'yilyapti, qo'ldan kelgancha puli ham shu insof bilan qo'yilyapti. Endi bitta narsa aniq aytib ketish kerak-da Asilbek. Misol mana shu mollarimizni el xalqdan bir so'm arzon qo'ymasak, molni zo'rni akib turmasak bor-ku, unda odamlar uchun manfaatli bo'lmaydi bu narsa. To'g'ri. Shuning uchun hali sizning kanalingizda ko'rib turgan odam ham shu Asilbek kanalidan mola bir ziyon qilib olay deb ana qilmaydi-yu, hamma ham yaxshi niyat qilib turibdi. To'g'ri. Hammani ham endi bola chaqasi bor. Nechta partiya ko'rsatamiz? Asilbek, bugunga xudo xolosa 3 partiyaga va'da qilamiz. 3 partiya. Aha, birinchi partiyamiz bu bo'lyapti. Narxlarga kelaveramizmi? Boshlaymiz aka. Asilbek, birinchida turgan Greenfordimiz. Bugunda ham shu 100 talik toza qora qizilida. Qora qizil, o'sha atlas deb qo'yamiz. Quloqda vilkalarni olib berasiz, agar iloji bormi? Kameraga bitta yaqinlashtirib qo'ying. Ru vilkasi o'zi bilan turibdi. Yebichanlari, sog'liqlari zo'r, xudo xolosa. Gapi. Pullarga kelaveramiz Asilbek. Endi Greenfordimizni Asilbek bahosiga kelsak, baho bo'lganda bu 34,5 ni ko'taradi. Asli o'zining hisobiga-da. Maqsadimiz sotish bo'lganligi uchun Asilbek 33 millionga aloqaga chiqishadi. Savdosiga o'tiladigan joyi bor. 33 million so'm. Savdosiga o'tiladi. Bu oxirgi narximiz emas bu. Gap yo'q. Ikkinchisi, keling, Mickey Mouse. Mana razmerlari, bo'ylari undan kattaroq. O'tkir aka, mana shuni bitta yeching aka. Videoni oxirida yechib qo'ysak bo'lmaydimi? Hozir narxlarni qo'yib ketamiz. Mayli, aytib. Dil ketdimi shunga bo'ldi. Keyin oxirida bitta chiqazib ko'rsatamiz. Yechib beramiz, ha? Asilbek, bu Mickey Mouse'imizni o'ziga bor-ku. Borani 32 million 500 mingga aloqa chiqishaveradi. 32 million 500 ming. Lekin molda oldi bor-ku, o'ta qalin narsa. O'shancha yeching deyapman. Nega to'liq Quvonchbek. Bo'ldi, oxirida yechaveramiz. Bunisini ayting endi. Xo'p, bularni. Angus ha, Asilbek, endi bularimiz 3 ta Angus, mana nariglar, o'rtoqlarni ham, jo'ralarni ham olib qo'yinglar. Bular Aberdeen Angus, xudo xolosa behijolat. Bitta odamni moli. Mana u shu quloqda vilkasi ko'rinsa, shuniki bitta olib qo'yasiz. U nariginiki ham o'zi bilan turibdi. Mana, akalar. Ko'ryapsiz? Ko'rildi. Ikkalasi o'zi bitta g'o'dan chiqqan Asilbek. Ikkovi o'zi bitta joyda turgan mol, narigi ikkovi.
Zo'r. Asilbek, mana Angus'imizga boru, har bitta molda endi o'ziga yarasha narxi bor-da. To'ppa-to'g'ri. Mol degan narsani bahosi bo'lyapti. Bitta o'ziga Asilbek, Angus bo'lsa o'ziga. Lekin Angusning qimmatligini o'zlari uchun hisobini olib qo'yishsin. Arzon mol emas Angus. Meni qo'limda bo'lsa ham, boshqasining qo'lida bo'lsa ham. Iloji yo'q narsa buni. Bitta o'ziga mana 3-chisiga boru Asilbek. 33 millionga savdo aloqaga chiqishadi, savdosiga o'tiladigan joyi bor. O'rtadagi 33 million. Mana shu 3-chida. U yoqdan ham, bu yoqdan ham mana 3-chi bo'lyapti Asilbek. Mana 33 millionga aloqaga chiqishaveradi. Gap yo'q. Ha, ikkalasichi aka? Asilbek endi ikkovimi? Ikkalasi. Bir joyda. Asilbek Oldin deganlarga aka. Dangaliga. Bitta gapiring qani. Mol lekin rosa o'zgarishga kelgan akalar, olasizlar, xudo xohlasa, mol zo'r o'zgarib beradi. Molni tuyoqlarini ham bitta olib qo'ying-da. Tuyoqlarni ham ko'ryapsizmi? Stakan tuyoq, fil tuyoq. Zo'r. Asilbek, bu ikkalasiga boru baho bo'lganda 39-40 million tilga olinish kerak. Endi videoda qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin molni sifat darajalari o'zi mana ko'rinib turibdi-ku o'zi. Bundan ortiq endi iloji bo'lmayapti-da. Maqsadimiz sotish Asilbek, xudo xolasa ikkalasiga boru. Hop. 36 milliondan aloqa chiqsadi. 72. 70 yo'q, 36 million 500 ming so'mdan aloqa chiqishadi. Savdosiga o'tiladigan joyi bor. Bir joyga 72 ekan, nomasam aka. Asilbek, 36 siz dagi. aytgan 72 deganda endi savdomiz tugab qoladi-da, lekin mayli 36,5 dan aloqa chiqsin, savdosiga o'tib beradigan joyim bor. Gap yo'q. Lekin Keching anoni. kuchli narsalarga qo'yilyapti mana. O'zlar buni bor Asilbek. O'zi 250-300 kilo olsa ham o'zi 32-33 million savdo bo'ladi. Angusda xolis o'zlari uchun bu oqbosh yoki Greenford emas. To'g'risi Angus qimmatligi bor. 36 million 500 ming so'mdan savdosiga o'tiladigan joyi bor. Xotirjam ko'rib olaversin, u yoq bu yoqda aka. Ha, bemalol. Mana. O'zbekiston xohlagan joyini ko'rib olishib, aloqaga chiqishaveradi. Ha, boya turganda ko'rdim akalar, juda qo'pol narsa ekan. bu 32 million 500 ming so'mga Asilbek Voy, mashallah. aloqaga chiqishaveradi bunga. Turishni qaranglar mana. Torting. Videoda ham haligi Joning aytdim-ku, sog' oldi bakod narsa-da. Qatarda ko'rinmayapti, bu mol uncha bor-ku asli. Uzunligi ham zo'r ekanda bu qani. Shunday. Xudo xohlasa akalar, maza qilasizlar olsalaring. Xo'rozga o'xshaydi, joning sog' bo'lsin. Asilbek, Voy aka. abi ikkala Angus bitta olib qo'ying. Hasan sonni ikkovini bor-ku. O'zi bitta qo'ydim ol dedim-ku. Ikkoviga bir joyga shunday qo'yib yuborib boqsa ham bor-ku. Xudo xolasa niyatni yaxshi qilib boqishadi, yil oxirigacha mashib qolar, tondan tepasiga o'tib ketadi. Inshaalloh. Xudo xolasa o'tadi bu mollar. Chunki molda ma'nosi tig'i kuchli narsa. Tushunyapsizmi? Haligi yasama moldan emas. Mana. Xola zo'r aka. Asilbek endi ikkinchi partiyani olaveramiz, ha bo'lmasa. Voy mashalloh. Hurmatli obunachilar, mana bu qani ko'ringlar-da. Juda ham yerga yaqinidan akalar uzoq boqmayman, ozroq boqib yaxshi natijaga erishaman degan akalarimiz bu qasi. Angus. Asilbek, Bugunda ham tozasi. Aka. bitta olaman shu bitta qora sherdan baqaman deb niyat qilib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, tonnani tepasiga uzilkasini o'tkazaman. Shu 1,5 tonnagacha niyat qilib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa agar aloqaga chiqishaveradi. Bu qani haqiqiy lider chempioni. Oyoqlar ko'ryapsizmi? Orqa tuyoqlar, dumaloq, haqiqiy fil. O'tkirbek aka, Nabay aka. bitta yeching aka o'zingiz. Baholarni aytib qo'yaylik, keyin bitta yechib qo'yaylik. Buni yechib yurish ham Ayting qiyin-da, Asilbek. 500 ustida. Garantiyasi bilan aka. Asl 500 dancha ustida bu mol. Totkizmaganman. Necha kilogramm? Asilbek? Endi. Asilbek 550 kilo mana shu yerda turgan vazni eshiting. 550 kilo plus asli. Pilus. Men kilosini ham pasaytib qo'yapman. 550 ga olishaversin kiloni mana. Mana shu yerda turgan joyda bizga misol aloqa chiqadigan bo'lsa, shuni olib boramiz va davlat taroziga shuni o'zim bitta qo'yib shuni kilosini qo'ydirib kelib 550 kiloga labs halol ketdi mana. Joningiz sog' bo'lsin. Totkizib kelganman. 8 million 500 deyapsizmi? Yo, Asilbek buni to'g'risini aytganda baho Besh bo'ladigan bo'lsa 42-43 million qo'yilish kerak-da. Chunki bu oqbosh yoki bir yasama shved mol emas-ku bu. Sifati holati aytib turibdi-ku. Hop. Asilbek buqaga boru 39 millionga aloqa chiqishaveradi. 39 millionga oxirgi narx emas, bu o'tiladigan joyi bor. Tushunyapsizlar? Baribir haligi xayri yo'qdi, savdosi yo'q deb qo'yadi. Shunday. 39 million baho qo'yilyapti, savdosiga o'tiladigan joyi bor lekin. Kallani qarang. Kallani o'zi 1000 dollar Asilbek. Urudi qarang. Jono bu yoqqa yursin. Ke men bu o'zi bu babi sudrab qo'yadi odamda Asilbek. Hurmatli obunachilar, mana molni zo'ri. 39 millionga Asilbek aloqa chiqsadi, savdosiga xudo xolasa o'tib beradigan joyimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz shunda.
Zo'r. Quvonchbek olib kiraver. Endi kichikroqlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Kech bitta o'zimga yetalab qo'yuvchi jonivordi. Tortin qani? Qani Aslbek. Voy. Ana Aslbek. Arqonga o'rgangan akalar. Arqonga o'rgatib qo'yinglar. O'ylab boqaverasizlar. Ana Aslbek. Joning sog' bo'lsin. Bu haliga akalarimiz bopidan-da, xudo xohlasa. Qo'mnaga olib chiqib bozorlarda gerdayib turib sotaman degan akalarimiz bormi mana? Moling bormi desa, "Ke, bir rasmga tushib ket" deydiganda Aslbek. Zo'r. Olib kirib qo'yar bo'ldi. Akalar maydarog'idan olaman deganlarga. Aslbek aka, Labay aka. uchalasi rosa barakana. Uchalasi xudo xolasa to'qol. Bular Aslbek. Halol gapda aytishgan, bular gibridligi bor. Ozginadan gibridligi bor. Shularning hisobiga obrik degan. Obrikka gibrid. 100 talik obrik emas, gibrid. Mana ham gibrid. Lekin mana bu Angus Aslbek. Chunki bu bugun xudo xolasa yuklab chiqarib yubordik, Toshkentlik akalarimizdan bitta kichkinasi qolgan. Bunisi lekin toza Angus. Narigi ikkalasi gibridligi bor. Mabodo keyin sigir qo'yamiz degan aka-ukalarga birorta o'rtacha xudo xolasa oilani mana istimdan ta'minlayveradi. Xunajin hali bu. Endi ikkalasi rosa nima ekan? ikkovi bir-biriga par o'zi. Bunisini yem. Aslbek er-xotin qo'yamiz desa ham bo'laveradi, ikkovi. Kambilik. Qarang. Ho'p. Mashinadan boshlayveraylik, narxi aytishdi aka. Nech pulga berib yuboramiz? Jupini. Mana busini bor Aslbek. Bu Greenford bilan Mickey Mouse bolasi bu, mana birinchida turadi, buqasi. Aslbek buni bitta o'ziga bor-ku. 23,5 savdosiga o'tiladigan joyi bor. 23 million 500 ming savdosiga o'tamiz. Bas zo'r akalar. Bo'ylari baland. 25 plyusda chiqaverami yo? Endi Aslbek mana bo'ylarini mana bunday o'zlari uchun olib qo'yishaversin mana. Bo'ylari yaxshi. Hali kichkina emas bo'yi. Shunaqa. Bo'ylari yaxshi. 23 million 500 ming. Dangaliga aloqa chiqsa 23 ga baraka. Zo'r. Xunojinimiz. Yo'q O'tkirbek, yana tag'in bir nima o'tib ber deydigan bo'lsa, yana o'tib ham beraman. 22 ekanda, oxiri bor-ba. 22 ga ozroq qo'shsada 23 ga yana o'tib beraman. Xo'p, Xunojin Aslbek, mana sigir qolamiz, kelajagini sigir qolamiz degan bir ko'ringlarda akalar, osti zo'r. Osti zo'r, sigir qolamiz degan aka-ukalarimizga Aslbek 18 million 500 mingga aloqa chiqishaveradi. Bitta. Labs halol. O'zbekiston bo'ylab qo'ying shuni ham bo'lmasa. Aslbek savdosiga o'tiladigan joyim bor ko'jan, ko'ningiz to'q qiling. Xo'p. Endi bu yoqdagi mana bu Angusni lider buqalari. Ba birinchida turgani bor bu tomondasi. Bu Aberdeen Anguslarning ichidagi bor, bu Angus. Narigilari gibrid. Mana ma'lumotlarni bor aytilyapti. Angusimizni o'ziga bor 24 million 500 ming savdosiga o'tiladigan joyi bor. 24,5. Savdosiga o'tamiz. Ikkinchisi gibridimizga bor Aslbek. Hop. 21 million 500 ming savdosiga o'tiladigan joyi bor. 500. Obrik. Obrik parodamizga Aslbek 22 millionga aloqa chiqishadi. Yana savdosiga o'tiladigan joyi bor. Savdosi bor. Savdosi bor. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani o'zi bor mahallasida. Aslbek. 5 oyni bir joyga olib qo'ysa ham bo'ladi. Sabab bor-ku. O'zim aytmoqlar sulus kepak bilan semiraveradi-da. Ular ko'p rasxod ketmaydi-da bularga. Ozginadan o'zi kepak yeb tursa, bitta dalaga qo'yaversa ham bor-ku. Chorbog'da ham o'zi katta bo'lib qoladigan molda bu. Bundan bu yo'g'iga aka bitta zagonda yuraveradi. O'zi o'ynab yuraveradi, shuni qo'yib yuborishadi, bo'ldi, o'zi katta bo'laveradi bular. Haligi tagalari ham yomon bo'lmaydi-da, quyoshda. Shunday. Tagi quruq. Aslbek bugungi mollarimiz shu, xudo xolasa ma'qul kelgan aka-ukalar bo'lsa aloqa chiqishaveradi. Onlayn oladiganlar sirrochni aloqa chiqsin, qo'shib yuklaveramiz. Kelaverasizlar akalar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar.